Nabiy bilan g'azot qilib jannat sari ketdi otam. Hayitga yo'q bir but kiyim, hatto yemakka bir taom. Bayram kuni har bolaning shodligi ortar quvonar. Mendagi esa g'am ko'pdur, hasrat ortib dard quvonar. Qo'ying meni o'z holimga, bitmas yetimning nolasi. Bu bolalarda dada bor, menchi shahidning bolasi. Ko'zlarida yosh hasrat ko'pdur, dardi buyuk g'arib sag'ir. Bilmas edi qarshisida turgan bo'zoq ulug' Nabiy. Rasul dedi ey bolajon, ota bo'lay senga yaqin. Fotimaning ukasi bo'l, Oishani degin ona. Hasan Husayn akalaring amakingdir Arslon Ali. Agar shunga rozi bo'lsang, tut qo'limdan menman Nabiy. Terisiga sig'dirolmay dabdurustdan bu xabarni. Ko'zda yoshlar murg'ak dudak, ko'zda yoshlar murg'ak go'dak. Qo'lim tutdi payg'ambarni, yig'lab dedi ey Rasulim, rad etish mumkinmi buni? Go'zal libos kiydirdilar, Fatima kiydirdi uni. Chiqdi go'dak do'stlarining davrasiga ko'zi yonib. So'rdilar sen yig'lar eding, ne sabab qolding quvonib? Dedi go'dak men yalang'och qolgan edim, kiydirdilar opam bo'ldilar Fatima. Ular meni to'ydirdilar. Nabiyulloh otam bo'lgach men qunamay kim qunasin? Oishadek onam bo'lgach men o'ynamay kim o'ynasin? Sheri Xudo Hazrat Ali amakimdir bilsalaring. Jannat guli rayhonlari Hasan Husayn akalarim. Biling bizga Rasulimiz mehribondir otadan ham. Meni u soat o'g'lim dedi, ayting endi qayerim kam? Bolalarning qarshisida turar edi bir mardona. Har birining orzusida tug'ildi buyuk afsona. Derlar otamiz Nabiylar nechuk jangga chiqmadi ya. Jangga chiqsalar ham nega o'limga yo'liqmadi ya. Senga bugun qildik havas, senga bugun baxtiyor ekan. Otaning shahodatida avlodga izzat bor ekan. Qissadan xulosa shudur, silang yetimning boshini. Kulgusiga bo'ling fido, oqizmang ko'zda yoshini. Eslang boshimizga og'ir bir musibat yetgan kunni. Ushbu ummat yetim qolgan, Rasululloh o'tgan kuni. Yig'lamoqlik oson emas, keling do'stlar bir Xudoga yig'langizlar. Ikki olam obro'yi ul Muhammad Mustafoga yig'langizlar. Ul Mustafa ummatim deb yig'laganlar, ul Mustafa ummatim deb qiylanganlar, ul Mustafa ummatim deb dard chekkanlar. Ul Muhammad Mustafoga yig'langizlar. Tug'ilmasdan ota-onalari vafot etgan, tug'ilganda otasidan yetim bo'lgan, 6 yoshda onasidan ham
qildilar Toyif ahli haq rasulni bilmadilar qoshlari otib ul rasulni qiynadilar ul Muhammad Mustafoga yig'langizlar ayo osi Muhammadning ummatisan kecha kunduz salovatni qo'ymagilsan qiyomat kun keldi salam ummatimsan kecha kunduz salovatni angilindi marhabo ey avliyolarning rahbari marhabo ey anbiyolarning sarvari marhabo ey avliyolarning rahbari marhabo ey insu jonning payg'ambari ahlan va sahlan marhaban siz jonlarning jononisiz dardliklarning darmonisiz olamlarning sultonisiz ahlan va sahlan marhaban siz erusiz mahbub xudo etmang shafoatdan judo Ahmad Muhammad Mustafa ahlan va sahlan marhaban darvish Yunus so'zlar so'zni ravzangizga sular yuzni kutarlar mahsharda bizni marhaban ahlan va sahlan marhaban istasangiz har qayu g'amdan najot aytingiz payg'ambarimga as-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah as-salatu was-salamu alayka ya Habiballah as-salatu was-salamu alayka ya khayru khalqillah Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi ya karim Allah